Yilning yarmi ham o'tib bo'ldi. Yangi yil boshida o'zingizga bergan katta va'dalaringiz esingizdami? Ingliz tili, sport zal, yangi ish, daromadni oshirish. Hozir to'xtang va o'zingizga ochiq ayting. Nechta maqsadingiz amalga oshdi? Agar rostini aytsak, deyarli ko'pchilikda javob bitta. Yo'q, amalga oshmadi. Va hamma o'sha joyda bir xil gapni aytadi. Vaqtim bo'lmadi, sharoitim bo'lmadi, ish ko'payib ketdi. Lekin asl muammo vaqtda yoki motivatsiyada emas. Muammo siz qo'yayotgan maqsadning o'zida. Ko'pchilik maqsad qo'ydim deb o'ylaydi. Aslida esa shunchaki quruq xohish istaklarni ro'yxat qilib oladi. Ko'proq pul topaman, yaxshiroq yashayman, 10 kiloga ozaman. Bular maqsad emas, bular shunchaki havodagi gaplar. Mana shu havodagi gaplar bilan real hayotni o'zgartirib bo'lmaydi. Ishonmaysizmi? Keling avval sizni oddiy bir kuningizni ko'rib chiqaylik. Ertalab uyg'onasiz, telefonni qo'lga olasiz va bir necha soat Instagram, TikTok yoki Telegramdagi muvaffaqiyatli odamlarni tomosha qilasiz. Ichingizda kuchli xursinish va havas paydo bo'ladi. Menda ham shunaqa boylik bo'lsa edi, men ham shunaqa yashasaydim, shunaqa mashinam bo'lganda edi. Keyin shoshib-pishib ishga yoki o'qishga ketasiz. Kun bo'yi kimnidir topshirig'ini bajarasiz, kimnidir maqsadi uchun xizmat qilasiz va qattiq charchaysiz. Kechasi esa uyga kelib, o'zingizni yana divanga tashlaysiz. Yana telefon va yana begona hayotlar. Mayli bugun charchadim, lekin ertaga aniq yangi hayot boshlayman deysizda, uxlaysiz. Sizda ham xuddi shunday, to'g'rimi? Siz tinmay yugurayotgan, lekin bir qadam ham oldinga siljilmayotgan g'ildirak ichidagi olmaxonga o'xshab qolgansiz. Energiya ketyapti, eng qimmatli vaqtingiz ketyapti, surunkali charchoq bor, lekin hayotingizda natija 0. Nega shunday bo'layotganini bilasizmi? Chunki sizda hayotingizni o'zgartiradigan aniq harakatlar rejasi yo'q. Siz qo'yayotgan maqsadlar aslida maqsad emas, shunchaki havoda uchib yurgan shirin orzular. Sizda na maqsadning tiniqligi bor, na qog'ozga yozilgan ro'yxat va qat'iy deadline bor. Taksi chaqirsangiz, ilovada aniq manzilni kiritasiz, to'g'rimi? Haydovchiga aka birorta yaxshi joyga olib borib qo'ying demaysiz-ku. Mana nima uchun siz yillardan beri bir joyda aylanib yuribsiz. Agar bu aylanadan chiqib hayotingizni soatday aniq ishlaydigan tizimga aylanishni xohlasangiz, hozir aytadigan gaplarimni ipidan ignasigacha bajarishingiz kerak bo'ladi. Bunday rejani tuzish uchun qilinishi kerak bo'lgan eng birinchi ish nimani xohlayotganingizni aniq va lo'nda ifodalashtir. Aniqlik bu maqsad qo'yishning va ehtimol muvaffaqiyatga erishishning eng muhim sharti. Ko'proq pul xohlayman yoki sog'lom va boy bo'lmoqchiman kabi mafhum maqsadlar o'rniga aynan qancha pul topmoqchi ekanligingizni va bunga qaysi muddatda erishmoqchiligingizni shakllantiring. Yoki sog'lig'ingizni aynan qanday tiklamoqchisiz? Necha kilogrammga ozish yoki vazn yig'ishni istaysiz? Hammasini aniq belgilang. Hayotingizni har bir sohasi uchun turli maqsadlar qo'yishingiz mumkin. O'zingizni maqsad qo'yish va unga erishish bo'yicha soatday aniq ishlaydigan mukammal bir tizim deb tasavvur qiling. Maqsadlaringizni quyidagi sohalar bo'yicha belgilab oling. Sog'lig'ingiz, ishingiz va karyerangiz, moliyangiz, shaxsiy munosabatlaringiz, shaxsiy maqsadlaringiz, professional va ijtimoiy va ruhiy rivojlanishingiz. Bu sizni zudlik bilan butunlay boshqa toifadagi odamlar qatoriga olib chiqadi. Chunki aksariyat odamlar o'zlari aslida nimani xohlashayotganini tasavvur ham qila olishmaydi. Ko'pchilik ong ostida muvaffaqiyatsizlikka uchrash qo'rquvi bilan yashaydi va bu qo'rquv ularga aniq va tiniq maqsad qo'yishga xalaqit beradi. Agar siz chizmasi aniq bo'lgan maqsad qo'ymasangiz, unga baribir erisha olmaysiz. Chunki u juda ham mavhum narsa. Muvaffaqiyatsizlikning asosiy sababi ham aynan shunda. Odamlarning faqat 3%gina o'z maqsadlarini qog'ozlarga muhrlaydi. Qolganlari esa buni qachondir qilishga umid qilib yashaydi. Muvaffaqiyat oddiy bir varaq qog'oz, ruchka va vaqtingizdan ajratgan bir necha daqiqadan boshlanadi. Ishni 3 ta maqsad metodidan boshlang. Hozirning o'zida ko'pi bilan 30 soniya ichida hayotingizdagi eng muhim 3 ta maqsadni tez yozing. Nimani yozgan bo'lsangiz, demak bu siz hayotda chindan ham xohlayotgan narsalarning aniq ko'rinishi. Maqsadni qog'ozga yozayotganingizda siz uni xuddi ong ostingizga dastur sifatida kiritasiz
va o'zingizdagi siz kutgandan ham ko'proq natijaga olib keladigan butun bir mental qobiliyatlarni ishga tushirasiz. Sizda ichki ishonch paydo bo'ladi va hayotingizga, maqsadingizga erishishda yordam beradigan odamlarni, voqealarni va sharoitlarni jalb qila boshlaysiz. Agar maqsadingiz katta bo'lsa, oraliq muhlatlarni qo'yib chiqing. Agar belgilangan vaqtda maqsadga erisha olmasangizchi, yangi muhlat tayinlang. Muhlat qo'yish bu maqsadga erishish vaqtini taxminan baholash xolos. Balki siz unga ertaroq erishasiz, balki kutganingizdan ko'proq vaqt talab qilinar. Lekin yo'lga chiqishdan oldin yakuniy vaqtni baribir aniqlab olishingiz shart. Yakuniy muhlat sizni ong ostingizga maqsad sari tinimsiz harakat qilishga undaydi. Qanchalaydi ya'ni? Agar moliyaviy mustaqillikka erishmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga 10 yoki 20 yillik maqsad qo'yishingiz mumkin. Keyin esa har yili qancha pul jamg'arishingiz va investitsiya qilishingiz kerakligini bilish uchun aynan yillarga bo'lib chiqasiz. Amalga oshmaydigan maqsadlar yo'q. Faqat amalga oshmaydigan muhlatlar bor. Demak, harakatlar rejasini tuzishdagi keyingi qadam maqsadga erishish uchun qilish kerak bo'lgan hayolingizga kelgan barcha ishlarni ro'yxatini tuzishdir. Maqsad aniq bo'lganidan keyin odamlarni harakatdan to'xtatib turadigan asosiy narsa o'sha maqsad yo'lida tashlanishi kerak bo'lgan kichik qadamlar ro'yxatini tuzishga vaqt ajratishni xohlamaslikdir. Yengib o'tishingiz kerak bo'lgan to'siqlarni tasvirlang. Sizga qaysi bilimlar, ma'lumotlar va ko'nikmalar kerak bo'ladi? Ularni aniqlang. Maqsadga erishishda sizga yordam beradigan va hamkorlik qiladigan odamlarni belgilab oling. Ro'yxat qanchalik batafsil bo'lsa, sizda ishtiyoq shunchalik yuqori bo'ladi. Maqsadga erishish istagi va buning iloji borligiga bo'lgan ishonchingiz ham shunchalik kuchayadi. Ushbu elementlarning barchasini muhimlilik darajasi, ya'ni prioriteti va ketma-ketligi bo'yicha tartiblangan yagona rejaga birlashtiring. Prioritet bu nima muhimroq va nima ikkinchi darajali ekanligini anglatsa, ketma-ketligi esa keyingi qadamga o'tishdan oldin birinchi navbatda nimani bajarish kerakligini belgilaydi. Bajarishingiz kerak bo'lgan barcha qadamlarni ro'yxat qilib chiqing. Yangi g'oya keldimi, uni ham ro'yxatga qo'shing. 80 ga 20 foydasiga ko'ra natijaning 80%ni ishlaringizni 20% ta'minlaydi. 20 ga 80 foydasiga ko'ra esa maqsadni rejalashtirish va reja tuzish uchun sarflangan dastlabki 20% vaqtingiz unga erishish uchun ketadigan umumiy vaqt va kuchni 80% ni tejaydi. Endi sizda to'liq ro'yxat bo'lgandan keyin undan kompleks reja tuzing. Kunni, haftani va oyni oldindan rejalashtiring. Har bir oyning boshida, har bir haftani dam olish kunlarida rejalashtiring. Kunlik rejani esa bir kun oldin kechqurun tuzing. Vazifalaringizni qanchalik sinchkovlik bilan va batafsil rejalashtirsangiz, kamroq vaqt ichida ko'proq natijaga erishasiz. Oddiy bir qoida bor. Rejalashtirishga sarflangan har bir daqiqa ijro paytidagi 10 daqiqa vaqtni tejaydi. Kunlik rejani tuzayotganda kunning eng muhim vazifasini tanlab oling. 80 ga 20 foydasi bo'yicha prioritetlarni belgilashni unutmang. O'zingizdan so'rang. Agar men ushbu ro'yxatdan faqat bitta vazifani bajara olganimda, ulardan qaysi birini muhim deb bo'lardim? Keyin yana bir so'rang, agar qolgan ishlardan yana bittasini bajarish imkoni bo'lsa, maqsadimga erishish uchun qaysi biri eng foydali bo'lardi? O'sha vazifani tanlang va uni ikkinchi raqam bilan belgilang. Eng muhim va zarur bo'lgan 20% vazifalarni ajratib olguningizcha shu tariqada o'zingizga savol berishda davom eting. Endi sizda harakatlar rejasi bor. Keyingi qadam harakat qilish. Natijalarni nazorat qiling va jarayon davomida o'zgarishlar kiritib boring. Hayotdan chindan ham nimani xohlayotgan bo'lsangiz, o'shanga doimiy ravishda yaqinlashish uchun har kuni albatta nimadir ish qiling. Agar ushbu video sizga yoqqan bo'lsa va maqsadlaringizga tezroq yaqinlashishga yordam bergan bo'lsa, uni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Videoni yakunlashdan oldin yaqinlaringiz va do'stlaringiz bilan birgalikda o'ylab ko'rishingiz uchun bitta fikrni takrorlamoqchiman. Sizning vazifangiz hozir turgan nuqtangiz bilan erishmoqchi bo'lgan nuqtangiz o'rtasida ko'prik qurishdir. Siz aynan qaysi maqsadga erishmoqchisiz? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring.
Like bosing, fikrlaringizni qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Va unutmang, agar kelajagingizni o'zgartirishni istasangiz, harakat qiling va buni aslo kechiktirmasdan amalga oshiring.